Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bolajonlar, sog' salomatmisizlar? Bugun men sizlarga bolalar va shayton ruknosidagi ikkinchi hikoyani o'qib bermoqchiman. O'tgan galgi hikoyamiz yodingizdami? Said qanday qilib do'konda shaytonlarni ko'rib qolgani, shaytonlar unga qanday qilib zararli shirinliklar va gazli ichimliklarni ichirmoqchi bo'lgani yodingizdami? Bugungi hikoyamiz ham juda ham qiziqarli bolajonlar. Bugungi hikoyamizning nomi Bismillahni unutganda deb nomlanadi. Bir kuni Said juda och bo'lib uyga keldi. Onasi uning sevimli taomi palovni pishirgan edi. Hidi uyga yoyilib ketdi. Said shoshilib stolga o'tirdi. Said, singlisi, ukasi, dadasi va onasi dasturxon atrofida yig'ilishdi. Dasturxonda turli nozu ne'matlar bor edi. Said, "Oh, hidi juda mazali ekan", dedi. Singlisi esa, "Mazza qilib osh yer ekanmiz-da", dedi. Shu payt ikki shayton derazada kuzatib turardi. Ulardan biri, "Meni qornim ochib ketdi, ichkariga kira qolaylik", dedi. Ikkinchi shayton esa, "To'xtab tur, agar bismillahni aytmasa, ana o'shanda ularning ovqatiga sherik bo'lamiz. Sabr qil", dedi. "Men sabr qilishni qayoqdan bilay, qornim o'lgudek ochdi", dedi. "Hozir bizning vaqtimiz keladi, shoshilma", deb javob qaytardi ikkinchi shayton. Ular qoshiqni qo'lga olishi bilan shaytonlar darrov ularning yoniga yugurib keldi. Shayton avval singlisini oldiga bordi va orqasida turib kuzatib turdi. Lekin singlisi bismillah deb ovqatni yeya boshladi. Shayton shu payt ikki bukilib yerga quladi. "Yaramas qiz, bismillahni aytmasang bo'lardi-ku", dedi. Ikkinchi shayton esa Saidning oldiga keldi. Said, "Oh, buncha mazali bo'lmasa", deb yeyishni boshladi. Bismillahni aytish yodidan chiqdi. Said likopchasidagi ovqatni bir chetdan yeya boshladi. Shayton xursand bo'ldi va unga qo'shilib yeya boshladi. Ovqat bir zumda tugadi. Onasiga qarab, "Oyjon, menga yana ovqat bering, to'ymadim", dedi. Onasi yana ovqat berdi. Uni ham yeb, yana so'radi. "Oyjon, ovqatingiz shirin chiqibdi, yana yegim kelyapti", dedi. Hamma hayron qoldi, chunki hali hech kim birinchi likopchani yeb tugatmagan edi. Saidning likopchasidagi palovni shayton yeb qo'yayotgan edi. Dadasi, "Bolajonim, bismillahni aytishni unutdingmi?" deb so'radi. Said, "Ha, shoshilganimdan yodimdan chiqibdi", dedi boshini egib. Dadasi, "Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: agar kim bismillahni esdan chiqarsa, bismillahi fil avvali va axirahi deb aytsin. Yana shunday deganlar: bismillah bilan ye, o'z oldingdan ye va o'ng qo'ling bilan ye", deganlar. Chunki shayton chap qo'l bilan ovqat yeydi. Said darhol bismillahi fil avvali va axirihi deb aytibdi. Shunda ikki shayton, "Voy, bismillahni aytib qo'ydi-ku, endi bu yerdan qochishimiz kerak, qani yura qol", deb yugurib qochib chiqib ketishibdi. Said yana dadasidan so'radi. "Dadajon, ovqatlanish kabi qanday suv ichishni ham payg'ambarimiz aytganmilar?" Barakalloh, juda yaxshi savol so'rading. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suvni bir yutumda ichib yubormanglar. Suvni 3ga bo'lib, oz-ozdan ichinglar. Bismillahni aytib, yerga o'tirib ichinglar, deganlar. Ichib bo'lgach, alhamdulillah deyish kerak, debdi. Bolalar ovqatni yeb bo'lishdi. Dadasi, "Ovqatdan keyingi duoni o'qib olinglar bolajonlarim", dedi va qo'lini duoga ochdi. "Alhamdulillahillazi at'amana va saqona va ja'alana minal muslimin", dedi. "Voy, juda qiyin ekan dadajon. Hali men bu duoni yodlamaganman", dedi Said. "Hechqisi yo'q, yodlaguninggacha alhamdulillahni aytib tursang bo'ladi", deb javob qaytardi dadasi. "Alhamdulillah", dedi Said.
Shu payt namozga azon aytildi. Said, ukasi va dadasi masjid tomon yo'l olishdi. Shu bilan bugungi hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi, bolajonlar. O'ylaymanki, u sizlarga juda ham ma'qul keldi. Bugungi hikoyadan oladigan xulosalarimiz shuki, bolajonlar, qachonki ovqatlanishga o'tirganingizda eng avval bismillahni ayting. Ovqatni likopchaning o'zingiz tomondagi qismidan yeyishni boshlang va o'ng qo'l bilan yeyishga odatlaning. Yeb bo'lgach, alhamdulillah deng. Suv ichayotganingizda ham shoshilmasdan, suvni bir nafasda ichmasdan 3 ga bo'lib, yerga o'tirib bismillahni aytib iching. Agar bismillahni aytish esingizdan chiqib ketgan bo'lsa, bismillahi fil avvali va axirahi deb ayting. Shunda shayton sizga yaqin kela olmaydi. Kelishdikmi bolajonlar? Endi esa sizlar bilan xayrlashish navbati yetdi. Keyingi hikoyalargacha sog' salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.